Hammaga assalomu alaykum. Bugun har xil yangiliklarim bor. Bitta yaxshi yangilik bor, ya'ni yana bitta yurtdoshimizga приглашение chiqdi. Bu kishiga topshirganimizga ham tak 4-5 oydan o'tib qoldi adashmasam. Yana davomiy chiqib kelaveradi. Hozir navbat-navbat chiqib kelyapti. Просто hozir приглашениялар chiqishi qiyin bo'lib qoldi. Oldin tez chiqardi, hozir juda ham qiyin bo'lib qolgan. Ya'ni yangi qonunlarga ko'ra yana bu приглашение berayotgan kompaniyalarni qaytadan tekshirishyapti. Rostdan ham o'sha joyga ishlash kerakmi, yo'qmi deb. Shuning uchun приглашение berilishi qiyin bo'lib qolgan hozir Polshaga. Mana yaxshi yangiliklardan O'zbekistonga viza berish imkoniyatlari ko'paygan. Misol uchun viza hozir oldingiday, misol uchun 3 kishi, 4 kishi olayotgan bo'lsa, hozir kuniga 10 kishi, 12 kishi, 15 kishigacha viza olyapti. Faqat bir tarafi yaxshi bo'ldi, bir tarafi yomon bo'ldi. Nimasi yomon bo'ldi? Faqat Polshadan приглашение berish, ya'ni приглашение, yaxshi приглашение olish qiyin bo'lib qolyapti. Bu приглашение to chiqquncha qayta tekshiruvdan o'tilyapti. Ya'ni rostdan bu приглашениеga joy kerakmi, odam kerakmi, shu ishxonalar borib tekshirishyapti davlat tomonidan. Shuning uchun приглашение olish hozircha qiyin va oldingiga qaraganda vaqti ham cho'zilyapti. Shuning uchun ham приглашениеga topshirayotganlar ko'pligi uchun bular kech chiqyapti. Ham bu ikkinchi sababi qaytadan tekshiruv bo'layotganligi uchun mana shu uchun ham ko'p vaqt ketyapti bu приглашение chiqishga. Ko'p vaqt ketyapti. Xullas, bugun bitta tak bir kishiga приглашение chiqqan hozir, yana qolganlarniki ham проверкадан o'tib chiqib ketishni boshlaydi. Bu tak chiqqan приглашение egasining ismi Ural degan ukamiz yoki akamiz, bilmayman, yoshlarning familiyalari esimdan chiqib ketdi shu payti. Agar eshitib turgan bo'lsa aloqa chiqsa yaxshi bo'lardi. Men WhatsAppdan yoki Telegramdan izlab ko'rdim, topa olmayapman hozir. Если что Ural degan ukamiz yoki akamiz eshitib turgan bo'lsa, agar aloqa chiqsa yaxshi bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, kecha vakansiya bo'yicha e'lon chiqargandim. Bu vakansiya o'zi to'ldi. 13 kishi degandek, o'zi bizdan ilinib qolganlar bir kishi ilinib qoldi. Qolgan 12 ta boshqa kompaniyani, boshqa odamlar tomonidan jo'natilgan, ya'ni xullas yuborilgan. Xullas bizaga aloqa chiqqanlardan bir kishi o'shanga ilinib qoldi. Men qarangizlar, bu yerga sразу vakansiya kerak bo'lgan paytda aytaman ma'lumotlarni, ya'ni misol uchun Polshani vizasi deganman, Polshani ID kartasi deganman. Demak, mana shularni aytdimmi, faqat mana shular qabul qilinadi. Latviya deganmi yo'q, Litva deganmi, agar birov o'sha davlatlarga kerak bo'lsa, birdan o'sha davlatlarni ham aytaman. Shuning uchun yozib, o'zingizdan vaqtingizni yo'qotmay, meni vaqtimni yo'qotmay, yaxshi bo'ladi shunaqa qilmasangiz. Chunki ko'pchilik yozyapti, meniki Bolgariyaniki, meniki Litvaniki, meniki Slovakiyaniki. Shuning uchun videoda aytganman hammasini, ma'lumotini hammasini aytganman. Oylik mana shunchadan. Misol uchun yotoq joyiga 350-400 euro oladi, yegan-ichgan o'zingiz istayingizdan 2200 euro oylik deb aytganman. Polshani ID kartasi yo'q bo'lsa vizasi deb aytganman. Shuning uchun o'shanaqa oylik kimnidir ustроиться qilsa, shu e'londagi oyliklar, keyin qolgan условиялari ustроиться qilsa, o'shalar keyin aloqa chiqsa yaxshi bo'ladi, чтобы o'zingizda ham, meni ham vaqtimni yo'qotmaslik uchun. Xo'p, undan keyin yana nima demoqchiman? Mana kimda agar приглашениесі bo'lsa, navbat qo'ymoqchi bo'lsa, navbatga qo'yilgan bo'lsa, navbat kelgan bo'lsa, agar sug'urta qilmoqchi bo'lsangiz, agar mana Toshkentga boringizlar, machit tarafdan kelishingizga, to'g'ri kelishingizga o'ng tarafga posolstvo bo'ladi, chap tarafga dom bo'ladi. Domlar tagiga 4-5 ta sug'urtachi kompaniyalar bor. O'sha yerga Apex degan sug'urtachi xona bor. O'sha Apexga Zohidjon degan bolalar ishlaydi. O'sha bolaga aloqa chiqsangiz, sizlarga ishonchli va arzon sug'urta qilib beradi, ham suhbatga kirishingizga sizni ichkariga tayyorlaydi. Bitta sizni tayyorlamaydi, o'shaga 15-20 kishini bitta xonaga yig'ib, kirgizib, polni ma'lumotlarni beradi, o'sha suhbatga tayyorlaydi, ham sug'urtangizni chotki qilib beradi. Misol uchun kimda hammaga viza olish nasib qilsa, agar viza ola olmasangiz, agar o'sha sug'urtaga qilgan to'lovingizni, pulingizni qaytarib beradi. Hech kim sizdan misol uchun aldab bo'ldi, pulingizga kuydingiz deb jo'natib yubormaydi. Shuning uchun sug'urta qilishga adashmasdan to'g'ri joyni tanlasangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Keyin o'sha Zohidjonlarning videosida ham, bundan oldingi videolarda kommentariyasida yoki videoning oxirida yoki tepalarida qo'yib qo'ygan bo'lganman. O'sha yerdan ham ko'rib aloqa chiqsangiz bo'ladi Zohidjonlarga. Keyin kim vizadan отказ olsa ham, unda ham muammo yo'q. Apellyatsiya bo'yicha ham o'sha Zohidjonga aloqa chiqsangiz, apellyatsiya tarafdan ham sizga topshirib, qaytadan viza olishingizga yordamchi bo'ladi. Mana shunaqa ma'lumotlar hozircha. Если что приглашение topshirganlar bo'lsa, kamroq yana kutib tursangiz, qolganlarniki ham asta navbati bilan проверкадан o'tib chiqib kelishni boshlaydi. Faqat ozgina sabr qilish kerak, chunki odam topshirganlar juda ham ko'p va qaytadan tekshiruv bo'lyapti. Shuning uchun sal chiqishi qiyinlashyapti. Shuning uchun ana shunaqa
ma'lumotlar sizlarga hozirchalik. Yana yangiliklar bo'lib qolsa agar yana sразу e'lon qilaman. Yangi ishlar, yangi vakansiyalar chiqsa agar TikTokdan, WhatsAppdan yo YouTubedan e'lon qilishga harakat qilaman. Faqat bu vakansiyalar bir kundan ko'p turmaydi. Shuning uchun agar videoni ko'rgan bo'lsangiz agar bir kundan o'tdimi, u vakansiya bo'yicha yozmasangiz ham bo'ladi. Chunki o'sha bir kunning o'ziga ular tugab yopilib ketib bo'ladi. Mana shunaqa ma'lumotlar, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Hozircha ayollarimizga vakansiya chiqqani yo'q, faqat erkaklarga vakansiya chiqyapti. Chiqqanidan ham e'lon qilib boramiz. Faqat bir kun turadi u vakansiyalar, bir kundan ortiq turmaydi. Hammaga rahmat, hammaga omad, salomat bo'linglar.